Hop, barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan bugun yana men Jek va bugungi videomizda artefakt va Jo'xo o'zaro maxluqlar, mutant maxluqlar jangini o'tkazishadi. Va sizdan bir narsani iltimos qilib qolgan bo'lardim. Do'stlar, kanalim hali meni juda yangi. Shuning uchun kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yishingizni iltimos qilib qolgan bo'lardim. Bu sizlar uchun tekingina va 1 sekund vaqtingizni oladi. Men uchun katta motivatsiya. Mana endi videoni boshladik. Xo'p, bizning ishtirokchilar Jo'xa, ikkinchi ishtirokchimiz esa Arti. Va sizlar boshlashingiz mumkin bo'ladi. Va bugun siz maxluq qurishingiz kerak. So'ngra u maxluqni Minecraft aniqlaydi va sistema sizlarni avtomatik u maxluqqa aylantiradi. Qani unda boshladik. Hop, o'yinchilar, o'yin shartlarini tushuntirib o'taman. Bu yerda kim yutdi emas, ya'ni kim birinchi qurdi emas. Kim zo'rroq maxluqdan qurdi. Tushundingizmi? Kim birinchi qursa ham u hisobga olinmaydi deyarli. Va sizlar g'olibni aniqlaysiz. Men aniqlamayman g'olibni. Ya'ni masalan Arti yutsa Artiga 10 dan 7 ball berasiz, Jo'xaga 10 dan 5 ball, undan 8 ball shunaqa sistemada baholaysiz va men keyingi videolarda bu ballarni hisoblab chiqaman va sizlarga kim yutganini keyingi videolarda aytib o'taman. Okay, let's go. Xo'p, manimcha Arti qizil oyoqni qo'ydi. To'g'ri oyog'iga o'xshayapti cho'ta. Jo'xa ham Jo'xa o'zi bir marta xato qilib, ikkinchisiga buzishga ham ulguribdi. Xo'p, judayam yaxshi. Bu qizil, mening ham rangim qizil, ko'ryapsizmi? Qizil nima deydi? Ilgakda kiyganman. Okay, mayli. Mayli, xo'sh, Arti ko'kni o'zgartir deyapti. Demak, Arti ham xato qilib qo'yibdi. Mayli, bo'ladi. Yaxshi, qurishyapti muhimi. Xo'sh, mana bu yerda endi Arti ham deyarli quryapti, hammasini bitiradiganga o'xshaydi. Kim birinchi qurib bo'larkan, lekin Jo'xan narsasiga juda qiziqyapman. U turlicha qilib nimadir yasayapti. Arti ham antiqa bir balo yasayapti. Bularni taxmin qila olmayapman. Agar siz taxmin qilsangiz, hozirroq kommentariyada yozib qoldiring. Bu nima endi? Bu endi men tushunmayapman. Bo'lishi mumkin. Xo'sh, taxmin qilib ko'raylikchi, bizda qanday modlar bor? Ular qaysi modlarni qurishyapti ekan? Tushunmayapman. Mayli, quraversinchi, bir gap bo'lar. Mayli, qursinchi. Xo'sh, menga juda g'alati tuyulyapti. Qiziq ham tuyulyapti nima qurayotganlari. Mayli, Jo'xa ham quray deb qolibdi-ku, mayli. Ko'raylikchi, biror nima qurayotgandir-da ikkalalari ham. Yaxshi, qurib bo'lsinchi, ko'ramiz ahvolni. Nima qurishyapkan, nima qilishayotgan. Xo'sh, hammasini bilib olamiz. Okay, mayli. Bu yoqda esa Arti ham ajoyib narsalarni qilyapti. Men uncha tushunmayapman Artini qanday narsa qilayotganini. Okay, mayli. Xo'sh, ajoyib. Bu yoqda esa hop, yaxshi. Bu endi nima qilyapti? Jo'xa. Jo'xa nima qilyapsiz? Alyo. Hop, yaxshi. Jo'xa sariq blokni aralashtirdi. Endi sariq blokni aylantiryapti va menimcha to'rtburchak sariq blok qurdi. Yaxshi. Bu to'rtburchak kvadrat bo'lsa, bu boksini quryaptimikan? Ya'ni Poppy Playtime o'yinidagi boksi. Bo'ldi, men bildim. Arti Poppy Playtime o'yinidagi Huggy Wuggyni quryapgan bo'lsa, yo'q, Poppy Playtime 5 o'yinidagi boksini quryapti. Ya'ni boksi bu o'yinning ichidagi, ya'ni Poppy Playtime bu Amerikadagi eng mashhur horror o'yinlardan biri, ya'ni yosh bolalar uchun chiqarilgan horror o'yin. Mayli. Hop, qanday qurishyapti-ku, ko'raylikchi. Menimcha bitirib bo'lishadi. Yaxshi. Ha, rangim qizilligi zo'r bo'lyapti-ya. Qachon endi qurib bo'lishar ekan? Men tushunmayapman. Men kutishga sabrim chidamayapti-yu endi. Qani Minecraft nimaligini aniqlay olamiki bular? Ko'ramiz-da, agar aniqlay olmasa ham seryozni muammo-da bu ham. Hop, men sizlarga qurol modlarimni ko'rsataymi? Menda nima qurol mod bor? Agar kerak bo'lsa, u nima deydi? Telegram kanalimga o'tib, mana bo'ldi. Bu juda ajoyib. Bu endi qana ishlatilyapman qurol. Bo'ldi. Buni o'ldira olarkan bu qurol mod mana. Raketani ko'rdinglarmi uchganini? Yerga bum tushadi. Okay, mayli. Arti mana shu. Ya'ni Artiga ball beringlar 10 balli sistemada. Mana ko'rib turganinglarda Arti halol ball beringlar. Yana haligi Jo'xa muxlisi bo'lib bu yoki Arti muxlisi bo'lib Jo'xaga kam ball berish, shunaqa narsa bo'lmasin. Okay, let's go. Ajoyib, qurib bo'lishdi, deyarli hammasini bitirishdi deb o'ylayman. Yaxshi, xo'sh, ajoyib, qurib bo'lishdi. Hop, Jo'xa nimaga aylanarkan endi? Jo'xa, boksi, mana tishlari, ko'zi, Minecraft aniqlay oldi nimaligini. Hop, mana boksiga ham 10 balli sistemada baho berib ketasiz. Aytgancha do'stlar, videoni shu joyda to'xtatamiz, chunki yutib bo'lishdi va kommentariyada kim yutganini yozib qoldiring. Men esa buni keyingi videoda aytaman. Obuna bo'lishni unutmang.